Va'da qilganimdek 1950 dollarga narx chiqaryapman akalar. 2100 so'rashyapti, men modni ko'rib boshqa qilib. Aka bitta ikkita joyda kamchiliklari bor ekan. Shunga keling, mana shunaqa narx chiqaraylik deb. Xudo xolasa men yanada narxini tushirib qo'ydim. 1950 dollarga akalar juda ham ko'p mehr berilgan zo'r bitta bober olib kelib qo'ydim. Obzorni ko'rib olamiz. Then I'm a motherfucking B.I. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. She feed them fools fantasies. To'g'ri sportchi roli akalar, lekin o'zingiz tomonda ko'chalarda namba apparat haydab yursiz. Sportdan nima skamidinglar, aka mana turuni qaranglar, turuni. Juda ham chiroyli ishlab qo'ygani. Men ko'rib lekin mehnatni. Men bu texnikani o'zi o'tgan yil ko'rdim, o'zimiz sotgan edik akalar. Obzor qilib boshqa qilib xudo xolasa bir akamiz oluvdilar. Hozir shuni almashtirishga qaror qildilar. Xudo xolasa shunga sotilyapti akalar. Men birin-ketin ma'lumotlarni berib o'taman. Lifan chopperimiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Bobby stilida juda ham katta o'zgartirish kiritilgan akalar. Buni texnikamizning hamma dokumentlari joyida, nomerlar yonga o'tkazilganini qaranglar. Xeyirlilarda xuddi shunaqa stilda. Dokumentlarda matvi ketgan black matte, ya'ni black piano aralash stilida qora glянцевый va matvi ranglarda kombinatsiya qilib kraskalariga e'tibor qilib mehr berib qo'yishgan. Siklimizni yurishi hamma narsalari zo'r, pasatkalar, вообще maza okalar. Mana qaranglar. Gulishtirlarigacha mehrni berib, oka, orqalarini kesib tashlab, cho'ktirib bir kishi minadigan qilib qo'yishgan. Bunga ana amerikanlar bilasizlar, mana bu takoy chelili shlemlarni kiyib olishadi-yu. Mana bu o'zida turadigan. Mana bunda o'tib shunaqalarni kiyib olib, mazza qilib yarat, takoy yurishiga deyman. Bakovoylarni, bakovoy gapiringizdan aka. Bakovoylarni qarang, turishdi. Lekin men oldin o'ylardim, mana shu bakovoy uni yaxshi ko'rsinmasa kerak derdim. Yo'q, ko'rsatarkan. Daji ancha-muncha udobniy ekan, akalar shaharda haydashga. Qilimizni biz adashib ma'lumot berib qo'ygan ekanmiz. Egalarning o'zlari ham bilmagan ekan. 200 kubli original Lifan motorda injektor akalar. Bu karbyurator emas, injektor tizimida ishlaydi inshaalloh. Juda ham yaxshi, cho'tki plan ishlayapti. Gram moy-poy tomayotgan joyi yo'q akalar. Maksimal tezligini 120-125 tashkil qiladi. Shahar ichiga juda ham yaxshi haydashga bo'ladi. Hozirlar bilan bitta inshaalloh ovozini eshitib ko'ramiz. Bismillah. Harakatlangan probegimiz 10 ming atrofida deyapti, lekin tabloda 6800 ko'rsatyapti. Aka, tablo yozmaydi, plyus speedometr ham ishlamaydi dedilar akalar. Mototsikl unaqa ortiqcha rasxoti yo'q, bitta tablosi speedometr ishlamas ekan, yozmas ekan, nechga ketayotganini ko'rsatmas ekan. Keyin men ba'zigina mana gripsalar bor, bu tomon karbon, bu tomon ozgina izolenta qilib qo'ygan ekanlar, sal dast ketgan hisobiga. Bitta ikkita mayda juda rasxotni o'zingiz uchun qo'ysanglar bo'ladi. Lekin men mana kalle kelganiga qoyil 5 ketdim, nomerni chapga o'tkazib qo'yib, takoy qilib qo'yishdi akalar. Mod prinsipi, balon holatlari, yangi tepli taqilgan hamma narsalar zo'r olish kerak, haydash kerak akalar. Dokumentlari 100% joyida. Bemalol muammosiz nomiylarga asamleni qilib beramiz akalar. Kelinglar, ko'ringlar, agarda qiziq bo'layotgan bo'lsa 1950 dollar deb chiqardik akalar. Inshaalloh notarius xizmatini maksimum ichida qilib bera olaman akalar. Gapni ochig'i mana sizlarga bonus, notarius xizmatini ichida qilib bera olaman. Ya'ni bu summa ham o'sha 500 mingga yaqin to'lov bo'ladi akalar, xudo xolos. Bundan ortiq kamiga yo'q. Iltimos qilardim, tanaga talashmasligingizni. Yoki shu summani minus qilib olib dollarga hisoblab 1900 qanchadir qilib bera olaman. Hozircha shu akalar. Kuninglar xayrli o'tsin. Mototsikl yoqqan bo'lsa 1 dan 10 gacha komment yozib qolishinglarni so'rab qolamiz. Hammaga rahmat.